Tamaqni bek az yeysingizmi o'riqlamayapsizlar deyman. Chunki sizning modda almashingiz bek asta, metabolizm bek tuvan. Men bir kunda bek jiq narsa yeyman, ammo samirib ketmayman. Necha yil bo'ldi qo'saq muskullarim yo'qolib qolmadi. Nimishqa? Chunki mening metabolizm bek yuqori. Shularga o'riqlashning yadrosi, o'riqlab bo'lgandan keyin qayta samirib ketmaslikning yadrosi metabolizmni yuqori ko'tarishda. Ma filmni qanday yuqori qilishni men o'rgatib qo'yman. Bek inchik so'zlayman, bir tal yurak berib saqlayib qayta ko'rib chiqingizmi? Eng avval esingiz bo'lsin. Bu metabolizm degani bir tal qahva ichib qo'yib yo bir mahsulot tayinib yuqori ko'targil bo'lmaydi. Bu universal xarakterlik bir ish. Masalan, asosiy metabolizm degan gap, siz hech qanday harakat qilmay, o'simlik odamga o'xshash o'ngsiga yotsangizmi, sizning badaningiz sizning hayotingiz uchun, masalan, yurak so'qishingiz, qon aylanmangiz, nafas olishingiz uchun sizga bir energiyani sarf qilib berdi. Badaningizga 1 kilo yog' 4-5 kaloriya atrofida energiyani sarf qildi. 1 kilo muskul olsa 14-15 kaloriyani sarf qildi. Shuningdek, buni yuqori ko'tarish uchun biz turmush odatlarimizni yaxshilashimiz kerak. Qanday qilamiz? Birinchisi, o'riqlash mezgilida sizning metabolizmingiz cho'qimdan tuvallaydi. Chunki ig'irligingizdan tushishi deyishim aslaydi. Masalan, sizning kirimlaringiz ozlab maqsa, sizning chiqimingizmi o'zigidan ozlaydi-ku. Shunga o'xshash ish. Agar siz bek jiduan bek tomoqdan parz tutib o'riqlasangiz, ig'irlik tezroq tushib ketsa, u chog'da metabolizm texim aslab ketadi degan gap. Shularga birinchi o'riqlash sur'atimizni kontrol qilamiz. Asta-asta o'riqlaymiz. Ondan o'riqlab bo'lgandan keyin yeyotgan tomoqimizning miqdorini cho'qim sal ko'paytirish boshlaymiz. Badanni sal jiqroq narsa yeysimiz samamaydiganga ko'ndirishimiz kerak. Masalan, bir haftada 50 kaloriya atrofida energiyani ko'proq iste'mol qilib bersangiz bo'ladi. Necha yil nayda oz tomoq yeb kunib qolsangiz bo'lmaydi, jumla deyishi faqat yuqori ko'tarilmaydi. İkincisi, bak qalqansa men bizning iqtidorni bir tekshirib beqim. Metabolizmning yuqori tuvalligiga bevosita inkas bera oladigan ta'sir qila oladigan narsa shu qalqansa men bizniki iqtidori. Bu turmush ritmining qalaymiqanligidan yuz beradigan ish. Masalan, siz kechasi uyqungiz yaxshi emas, to'la ovoya qilasiz, tunaysiz. Kunduz tomoqning orliqida yaxshi emas axlat yemeklarni yeysiz. Masalan, latte deganga o'xshash bak tuzliq, bak chun ko'vay narsa yeysiz. Tomoq odatingizdamış ximirni, oqqun tomoqlarni bak jiq yeysiz, sayko'ktatni ancha yemaysiz. Mayliq tomoqlarni yeb olsangiz, harakatingiz yo'q. Ma'qul holat sizning qalqasman bizning iqtidorini bak tuvaltiydi. Turmush odatini yaxshilang. Bular sizga eng muhimi uyquni yaxshilash. Amal va balduroq uxlang. Oftob qoqlinib bering, kun ko'rib bering. Karbonatlarning sifatli bo'lgan bizniki yerlik teri qashliqlarimizni yeb bering. Ikkinchisi, ba'zi bir yemeklarga bek diqqat qilaylik. Masalan, vitaminlarni yeb beraylik. Vitamin B6, vitamin D, vitamin E deganlarni iste'mol qilib beraylik. Undan sayko'ktatlarning orasida masalan, shilanxo degan sayko'ktatni yeb bersangiz bek yaxshi. Uniki mineral modda, qonguji degan narsalar bor, vitaminlar bek mo'l. Üçüncüsü, çoxum harakat qilib beraylik. Sharoit yor bersa, çoxum kuch harakatlarini qilib beraylik. Kuch harakati bizning muskullarimizni texim sifatli qildi. Muskul sifatli bo'ldi degan gap sizniki sarf qilgan energiyangiz texim yuqori bo'ldi, metabolizm yuqori ko'tarildi degan gap. Yoshlar, qiz, o'g'illar çoxum kuch harakat qilishimiz kerakmi? Bundan keyin boshlab, ota-onamizniki yosh davrlarida unda kuch harakat qilgan, jamshimon bordigan madaniyat yo'qdi. Endi bo'ldi, ammo yoshlar çoxum qilamiz. Bunu o'zgartmasak bo'lmaydi. Siz go'zal turman, bir tomoqlarni xotirjam yeychi, sog'lom turaychi desangiz, cho'qim qilishingiz kerak bu ishni. Cho'nglar endi bu jenshinfang berib ketmasakmi, hech bo'lmaganda o'tirib olmaylik, uy ishini qilib beraylik, talalaga chiqib menib beraylik, usul o'ynaylik, gimnastika o'ynaylik. Harakat bek muhim narsa, ammo harakatni bek ig'ir qilib etmaymiz. Agar sizning qilgan harakatingiz bek ig'ir bo'lib ketsa, harakatdan hosil bo'lgan metabolizmga yuqori ko'tarildi, ammo u asosiy metabolizm ta'sir qildi, badanning besimini o'riltiydi. Shuni siz o'zingiz his qila olasiz. Bugun harakat qilib bo'lgandan keyin atsiyani qilgingiz kelsa, harakatlarga ko'nalsangiz, harakat qilmagan vaqtingiz bir xil bir narsa kamdek his qilsangiz, bu harakat sizga mos keldi degan gap. Harakatni qilib bo'lgandan keyin zerikish his qilib, hech qanday ish qilgingiz kelmay, o'rinliq yetib, Suvajan yana harakat qilamanmi deb bunda passiv energiya deb qolsangiz, bu harakat sizga eshib ketdi degan gap. Mush nuqtalarga diqqat qilib bering, metabolizm cho'qim yaxshilaydi. Masalan, eng muhimi uyquni yaxshilaymiz, ikkinchisi sifatli yemeklarni yeymiz, uchinchisi harakat qilib beramiz, to'rtinchisi mishadli askarchib beray, ruhiy kayfiyatimizni yaxshilab, psixik holatimizni yaxshilaymiz. Ishonchi o'zimizga ishongan bo'laylik. Ma'qulmi? Bayrat qiling.